Menga grammatika kerak emas, men speakingni o'rgansam bo'ldi. Keling o'quvchilarning eng ko'p qo'yadigan talabini o'rganib chiqamiz. Bu talab ham noto'g'ri, ham to'g'ri. Buning noto'g'ri tomoni shundan iboratki, hech qaysi tilda gapirishni grammatikasiz o'rganishning iloji yo'q. To'g'ri tomoni esa, har bitta o'quvchiga hattoki birinchi darsdanoq ingliz tilida gapirishni o'rgatish mumkin. Faqat ularga grammatikani o'rganayotganliklarini sezdirmagan va bildirmagan holatda. Xo'sh, bu qanaqa bo'ladi? Ekranga qarang. Mana bu gapni o'qingchi. I am. Buni siz qisqartirib I am deb aytishingiz mumkin. I am. Endi men hozir sizga aytgan har bitta so'zga ing qo'shimchasini qo'shasiz. Ingliz tilida uxlamoq qanday bo'ladi? Sleep. Sleeping. Endi hammasini birga aytsak, I am sleeping. I am sleeping. Bu degani men uxlayapman degani ingliz tilida. Xo'sh, ingliz tilida siz gapirmoq qanday bo'lishini bilasizmi? Bu speak. Endi esa men gapiryapman demoqchi bo'lsangiz, I am speaking bo'ladi. I am speaking. Xo'sh, endi siz ingliz tilida o'zingiz men ishlayapman dengchi. Ishlamoq ingliz tilida work bo'ladi. Ha, albatta. I am working. I am working. Ko'rdingizmi, siz hozir ingliz tilida o'zingiz deyarli bilmagan holatda gapirishni boshladingiz. Lekin siz present continuous, ya'ni hozirgi davomiy zamonda gapiryapsiz. Demak, asosiy gap grammatikaga mukkasdan ketishda emas, balki o'rgangan narsangizni birdaniga muloqotda, ya'ni speakingda qo'llashda ekan. Agar ingliz tilini yengil va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, like the video and follow us for more.